Prezidentimiz topshiriqni asosan har oyda bir mahallada tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolar bilan uchrashuv o'tkazilishi belgilangan. Yine bu ayda Akaltı mahallesinde o'tkazilishi belgilangan ekan. Hozirda gap turibmiz. Agarda kimning bir muammosi yoki kredit olish bo'yicha taklif bo'lsa aytsangizlar, shuni yordam berish chorasini ko'ramiz. Sizga nomni so'rab Men ham shu chorva ko'paytirajak edim. kim? Sadullayev Abdullah Shahazadovich. 977. Menda chorva netjapman, molxona soldim, hamma narsa soldim. Endi galib turibdi shunga, mol olishga. Buna mablag' qolmadi. Strokada ketib qoldim. Şu an 12%'lık mı, 11%'lık nasıl var ekan? Şundan bir 170 milyon so'm alacak ekan. 12%'lı bu 50 milyon so'm olacak jismoniy shaxslar. Aytma yordamchi tepsama asosida 12% oilaviy tadbirkorlikdan berdi. Şu oilaviy tadbirkorlikka var. Bu 50 milyon so'm olacak jismoniy shaxslar berdi. Oilaviy tadbirkorlikka 4 jamoa, 2 o'g'lim bor. Endi shuna hamma narsani joy-joyiga keltirib yemlarni shu o'g'it yemlarni jalla olib qo'ydim. Ya bu qanday mol kerak bu. Mashina shu 50 milyon bilan boshqa sotib bo'lmaysiz. Bizde diyeceğimiz var, seminer diyeceğimiz var. Hammasi bu bir yılda işte anlatılmayan bu köp yıllar davamında hammasi